Endi qaranglar, mana kushon pudralarimiz ichida ikkita bo'ladi. Zapaskasi bilan qarang, mana kushonni ham ishlatadilar bular. Hozir sizlarga buni ham ko'rsatib beramiz ikkinchi qo'llariga. Bu mirsaющий bo'ladi, bu blesk beradi. Endi albatta yuzingizga uxotingizni qilib bo'lganingizdan keyin buni suriladi. Mana Samdedan svet tushyapti. Естественно, shunaqangi rang bo'ladi, dog'larni, угревая высыпание yo bo'lmasam sepkillarni ham shunaqa chiroyli yopadi. Qarang, jирный bo'lib qolmaydi, ammo blesk beradi. Bu qo'lim boyagi tonalka bilan Selux'niki, bu Selux kushonniki. Bu qanaqadir savana, yuzga svet beryapti, ha. Bu mana matoviy turadi. Matoviy xohlovchilar uchun bu yaltiroq yuzingiz yaltirab turishni xohlasanglar, bunda ham tarkibda pudrasi ham, SPF kasi ham tonalkasi bor.